Assalomu alaykum azizlarim. Mana murabbo sezoni ham boshlandi. Olchadan murabbo qilmoqchiman. Faqat olchani danagini chiqarib, hozircha shakar solib qo'ydim. Bu yiltiroq qozonda qaynatmayman, o'ylamanglar. Katta katyol qozonim bor. O'shanda qaynataman. Hozir nevaralarim bilan o'tirib, hammasini danagini chiqardik. Danaysiz mana olchalar 10 kilo. Endi 8 kilo hisobiga soldim shakari. 2 kilo nimaga chiqib ketdi deb. Danaga chiqib ketdi deb. Mana 3,5 kilo malina oldim. Malinani ham shakariga aralashtirib qo'ydim. Aralashtirib emas, shakar ustidan bostirib qo'ydim. Buni endi olchani 1-2 marta qaynatib pishirib olaman-da. Keyin buni solib, bankalarga yopib tashlayman. Buni hali ko'rsataman. Har yili nasib yopaman-da, charchab qolaman-da. Yana yilga qilmayman deyman. Keyin yana mevalar pishganda g'ayratim qo'zib yana narsa yopib qolaman-da. Mayli-da, yoshlarga yordam. Rayhonlarim uchun kesib qo'yay. Pullarimni chekirib olib o'tirdim. Bas damimni olay. So'kini chiqarguncha olchalarim. O'zingga shukr, alhamdulillah, o'zingga behisob shukr. Bergan ne'matlaringga shukr Allohim. Yozda qilib qo'ysak, qishda maza qilib yeymiz. Hafsala qilish kerak hamma narsaga. Mana gulim qaranglar. Bayga ozgina kasallanganmi? Nimadir bo'pti. Ben ichida kirib o'tiraman birpas. Hammanglar yaxshimisizlar? Uychilar tinch, omon. Gullaringlar gullab yashnasin Xudoyo. Sizlar ham kompotlarni, murabbolarni chiroyli qilib yopib olinglar. Mana shu nimamni nima edi ya? Piyonimni bu yil ko'chiraman. Bitta tupi rozoviy hidli, bitta tupi siyoh rang. Hidi sal o'tkirmas. Rozoviydan ko'ra sal pastroq hidi. Lekin chiroyli. Shuni ko'chiraman. Sentyabr oxiri, oktyabr boshlariga. Xudo xolisa, kimga kerak bo'lsa, yetasizlar, kelasizlar beraman. Yana bitta lavanda olib ekaman, Xudo xolisa. Lavanda yoqdi menga. Mana hurmatli obunachilar, olchamiz 3 marta har yarim soatdan qaynab chiqdi. Yarim soat qaynatib, yarim soat o'chirib qo'ydim. Endi bu malinamni boya shakarga aralashtirib qo'ygan edim. Endi hozir yaxshilab aralashtirdim. Nimasi shakari polniy eridi. Endi buni boyi pishgan olcha murabboyimizga solamiz. Bankalarni stilizat qaynagan suv solib qo'ydim. Endi shu ismini stilizavatdim shunaqa. Endi olchadan xabar olaylikchi. Mana olchamiz qaynab yotibdi, почти pishdi. Pishgandan keyin boyaga malinani solib, keyin bankalab tashlayveramiz. Malinani qaynatilmaydi, solinadi, bitta-ikkita aralashtiriladi. Bilasiz, qaynagan suvga darrov stilizovat bo'ladi. Sterilniy narsa otmaydi. Solamiz, tiem bo'li shakari bor.
solamiz u yopamiz. Mana o'rtoqlar, bolajonlarim, malinani soldim. Qaynashga qo'ymaymiz. Aylantirib sovuramiz bankaga. Kirishkalarim qaynab yotibdi. Endi bismillahirrohmanirrohim deb, shifoli bo'lsin, barakali bo'lsin deb bankalarga solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bularni o'stirgan dehqonlarga ham, bobonlarga ham ming rahmat. Terib olib kelib, tayyor qilib qo'l o'ziga beradi. Baraka topkurlar. Baraka topishsin. Bittasi bo'ldi. Xudo xolasa. Ozgina yana. Chunki halicha tushadi bu pastroqqa. Hozir issiqda ko'tarilib turibdi-da. Qolganlarini so'ygandan keyin, to'g'izgandan keyin ko'rsataman. Mana murabboyimizni yopib oldik. Endi buni qaynoqligida o'rab qo'yamiz. Ertalabgacha. Shunaqa yopishni tavsiya qilaman. Rosa mazali chiqadi. Alhamdulillah. O'ziga shukr. Xudoyim kuch-quvvat berdi, yopib oldik. Navaralar qarashdi. O'ziga shukr. Tinchlik, omonliklar. G'oyibona ko'rishguncha hammanglar sog' bo'linglar. Allohning panohida bo'linglar.